Odam stressga tushganida qon tomiri torayadi. Stressga tushganda qon tomiri torayadi. Qon tomiri toraysa boshda migren kuchayadi, bosh og'riydi. Agar ko'p qisib tursa, qattiq qisib tursa, ishemический insult bo'ladi. Agar yurakda qon tomiri siqilsa, stenokardiya bo'ladi. Uy, yuragim sanchidi deydi. Agar juda ko'p qisib tursa, qattiq qissa, infarkt bo'ladi. Agar oshqozonda qissa, qon tomiri, gastrit bo'ladi. Ko'p siqib tursa, yara bo'ladi. Oshqozon osti bezida esa sahr bo'ladi. Bachadonda mioma bo'ladi. Agar butun tanada qon tomiri siqilsa, qon bosimi ko'tarilib ketadi. Qaranglar, hamma dardning sababi bitta, qon tomirining torayishi. Qon tomirining torayishining sababi nima? Bu stress.